Bugun biz Samsung do'koniga kirib keldik va sotib olish uchun Samsung S26 Ultra telefonini tekshirib ko'rdik. Unda искусственный intellekt juda ham ajoyib va sifatli ishlar ekan. Hozir biz rasm tushirib, unga zadaniya berib ko'rdik. Snimi с него kurtku deb yozdik. Hozir rezultatini ko'rishingiz mumkin. Mana juda ham качественный ishlaydi va juda ham tez ishlaydi. Va bepul, mutlaqo bepul xohlaganingizcha rasmlarni obработка qilsangiz bo'ladi, xohlagan narsangizni qo'shsangiz bo'ladi va kamerasi ham juda ham tiniq va uzoq masofalarni juda ham sifatli tarzda yaqinlashtirib berishi mumkin. Mana shu ko'rib turgan rasmingiz 100 metr uzoqlikdagi 200 metr uzoqlikdagi do'konning tepasida yozilgan yozuvni rasmga oldik. Mana kачествоsi juda ham yaxshi. Buni iPhone 16 Pro Maxda ham tushirdik, lekin kачествоsi bu darajada yaxshi bo'lgani yo'q.